Hozir men turgan joy har bir Beruniylik inson 100% biletag'in joy. Ya'ni Qizil maydon bo'ladi. Hozir biz sizlar bilan birgalikda Qizil maydonda turib, Hafta bozorga 14:50 dan taksi chaqiramiz va sentrdan Hafta bozorga borsak 14:50 da borsak necha so'm bo'ladi degan savollaringizga sizlar bilan birgalikda javob topamiz va undan keyin video davomida albatta yana boshqa bir lokatsiyalardan sinab ko'ramiz va hammasini ko'rsatamiz. Necha so'm bo'ldi, necha so'mga borsa bo'ladi. Qanunda boshladik. Buning uchun birinchi navbatda 14:50 ni chaqirib olamiz. Alo, assalomu alaykum. 14:50 taksi. Assalomu alaykum. Qizil maydonga taksi kerak edi. Bo'ldi, yubordik. Xo'p, rahmat. Ko'rib turganingizdek taksimiz o'rtacha 2 minutning ichida yetib keldi. Sabab sentrning o'zida turib chaqirdik, shuning uchun sirazu keldi. Endi sizlar bilan birgalikda Hafta bozorga borib ko'ramiz va jason bo'lishini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oysizmi? Shunday qaraveramiz aka. Hafta bozorga. Bo'ldi. Endi sizlar bilan birgalikda hozir og'amaga ogohlantirib qo'ydik va taksimetrimiz 5400 so'm boshlandi. Ko'rib turganingizdek, eski Mondo lokatsiyasidan olindi. 5400 so'm bilan boshlanadi zakazlarimiz. Siz ham zakaz beradigan bo'lsangiz. Ko'rib turganingizdek, safar yakunlandi. Zakazimiz 9250 so'm bo'ldi. 1.6 kilometr masofa yurganmiz. Rahmat og'a, pulni hozir kartadan to'layman. Haqiqatdan Hafta bozorga yetib kelganimizni ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, Hafta bozorga yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, biz birinchi lokatsiyamiz, ya'ni sentrdan turib Hafta bozorga borib ko'rdik va endi ikkinchi lokatsiyamizga yo'lga chiqib ko'ramiz. Ya'ni hozirgi turgan joyimiz hammamiz bilgan Asr to'yxona tarafdagi domlar bo'ladi. Asr to'yxona tarafdagi domlardan hammamiz bilgan Mol bozor tarafga borib ko'ramiz va video davomida taksi, ya'ni 14:50 da Asr to'yxona tarafdagi domdan Mol bozorga borsak bizga necha so'mga tushadi degan savollaringizga javob topamiz. Qanunda ketdik. Sho'prog'imizdan ruxsat olgan holda ko'rsatamiz yana bir marta 5400 so'mdan boshlangan zakazlarimiz. Og'a, hozir Asr to'yxona yoqdamiz. Endi biz siz bilan hozir Mol bozor tarafga borishimiz kerak. Biz ham Mol bozorga yetib keldik. Necha so'mga tushdi zakazimiz? Ko'rib turganingizdek 13450 so'm bo'ldi. Bu videomizda biz sizga yangi Dex, ya'ni yangi kirib kelgan o'zimizning brend 1450 qisqa raqamli taksisi xizmatini ko'rsatib berdik. Albatta siz ham yangi Dex 1450 xizmatidan foydalanishingizni men sizga o'zim shaxsan tavsiya etaman. App Store yoki Play Marketdan hozirning o'zida yangi Dex deb yozib bemalol Ustonovga yetib olishingiz mumkin. Ilovani o'rnatsangiz 10 ming so'm bonus beriladi. Undan tashqari 1450 qisqa raqamini ham telefoningizni olib turib turdan turi 1450 ni terib chaqirsangiz bo'ladi.